Hamma adala qozon ko'pi zo'r qilishadi, lekin mana adamning qozon ko'plari umuman boshqa. Kartoshkasini usti xrustyashi, ichi pyure bo'lgan qozon ko'pi adamni o'rgatgan usullarda tayyorlab ko'rsataman. Artilgan kartoshkalarimizga tuz bilan zira solib aralashtirib olamiz. Qo'y dumbasini parri-parri qilib qozon chetiga shunaqa qilib yopishtirib chiqamiz. Ustidan kartoshkamizdan solib, chetlariga terib, o'rtasini ochib olamiz. Go'shtga tuz, zira, murch solib aralashtirib oldik. Qozonni o'rtasiga go'sht terib, chetlaridan bir piyola suvni quyib olamiz. Qozonni qopqog'ini yopib 20 minut baland olovda ushlaymiz. Bu shunaqa birinchi dimlanib, keyin qovuriladigan qozon kabob. 20 minutdan keyin olovini past qilib, yana yarim soat dimlaymiz. Umumiy 50 minutdan keyin go'shtlarimizni, ustidagi kartoshkalarimizni terib olamiz. Tagidagi kartoshkalarni ikkita tarafini qizartirib olib, ularni ham qozondan ko'tarib olamiz. Qolgan yoqda qozon ustidagi kartoshkalarimizni ikkita tarafini qizartirib olamiz. Go'shtlarimizni ham ikkita tarafini 1 minutdan qovurib olamiz. Ko'p ushlavorsangiz go'shingiz qotib ketadi. Tayyor bo'lgan noodatiy qozon kabobimizni dasturxonga tortamiz. Sizlar adeladan qaysi ovqatni o'rgangansizlar? Retsept opisiyaga yozib qo'ydim. Like bosish esingizdan chiqmasin.